Yevropaga kelganingizga 1 yil bo'ldi. Sport zaliga borishni to'xtatdingiz. Uydagi internetni ishlatmayapsiz, lekin negadir bank kartangizdan har oy 30-40 yevro yechib olyapti. Bankka borasiz, biz aybdor emasmiz deyishadi. Politsiyaga borasiz, bu jinoyat emas deyishadi. Xo'sh, pullaringiz qayerga ketyapti? Siz Yevropaning eng mashhur avtomatik to'lovlar tuzog'iga tushdingiz. Yevropada deyarli barcha xizmatlar abonement asosida ishlaydi. Bu faqat Netflix yoki YouTube emas. Bu mobil aloqa va internet, sport zallari, jamoat transporti, yillik chiptalari, turli sug'urtalar. Asosiy sir shundaki, siz shartnoma imzolaganda uning muddatini, masalan, 12 oy emas, balki uni bekor qilish shartlarini imzolaysiz. Yevropa qonunchiligi bo'yicha agar siz shartnomani rasman to'xtatmasangiz, u avtomatik ravishda yana bir muddatga, ba'zan 1 yilga uzaytiriladi. Eng katta xato shartnomam 31-dekabrda tugaydi, demak 1-yanvarda pul to'layman deb o'ylash. Shartnomada bekor qilish muddati degan band bor. Odatda bu 1 yoki 3 oy. Masalan, eski shartnomalar avvallari 1 yilga cho'zilib ketadi. Yangi qonun qoidalariga ko'ra uzaytirilgan shartnomani 1 oylik ogohlantirish bilan yopish mumkin. Shartnoma 31-dekabrda tugasa, siz uni taxminan noyabr oyidayoq bekor qilish haqida ariza berishingiz kerak bo'ladi. To'lamasam nima bo'ladi? Baribir kartamda pul qoldirmayman-ku deyish ham noto'g'ri. Kompaniya sizni sudga beradi. Jarimalar qo'shiladi va kredit tarixingizga ta'sir qilishi mumkin. Yevropada qarzdorlikka bee'tibor bo'lish to'g'ridan to'g'ri inkasso, ya'ni qarz undiruvchi kompaniyalar qo'liga o'tishingizga sabab bo'ladi. Ularning xizmat haqi va jarimalar sabab 50 yevrolik qarz tezda 300-500 yevroga aylanishi ayni haqiqat. Shufa yoki BIG tarixining buzilishi esa keyinchalik uy ijaraga olish, kredit olish yoki hatto oddiy telefon raqami sotib olishni imkonsiz qilib qo'yishi mumkin. Bundan qanday qutulish mumkin? Shartnomani imzolashdan oldin minimal muddat va bekor qilish muddati qachonligini aniqlab oling. Oldindan bekor qiling. Yevropa tajribasida shartnoma imzolagan kuningizning ertasigayoq uni muddati tugagach bekor qilish haqida xat yozib qo'yish mumkin. 2022-yil 1-iyuldan boshlab Germaniyada onlayn tuzilgan shartnomalarni bekor qilish uchun veb-saytlarda majburiy ravishda bekor qilish tugmasi bo'lishi qonunan belgilangan. Ya'ni hozirgi kunda xat yozib yurmasdan saytdagi maxsus tugmani bosish orqali ham shartnomani qonuniy bekor qilish mumkin. Yozma ravishda harakat qiling. Og'zaki gap yoki telefon orqali suhbat hech narsani anglatmaydi. Har doim email yoki pochta orqali xat yuboring va tasdiqnomani talab qiling. Ilovalarni tekshiring. Bank ilovangizda rejali to'lovlar yoki direct debit bo'limini doimiy nazorat qiling. Yevropada tejamkorlik bu faqat arzon mahsulot sotib olish emas, balki hujjatlarga hushyor bo'lishdir. Har bir imzolagan qog'ozingiz hamyoningizga kalitdir. O'sha kalitni o'z vaqtida burashni unutmang. Tavsiyalarni yaqinlarga, do'stlarga yuborib qo'ying. Ular ham boxabar bo'lishsin.